asabim buziladi agar menga kimdir qarab turib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deydigan bo'lsa, dalboya menda hech qanaqa omad degan narsa yo'q, birgiraman. Bu yerda sabr, mehnat, birovlarning fikriga qo'tadi qo'yib qo'yish va luboy mana sharoitga ko'nib ketadigan, luboy komfort zonadan chiqib ketadigan, mana duxi bor, yurak bor yiman. Bu qaysidir dalboyib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb qo'ysa, hammasi gulli ko'rpasini ustiga yotib olib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb nihoya harakatni meni kutadi qachonjalabdi oltin qush kelib boshga chiqib ketishini. Yeba qo'tagan bo'lmasa turib harakat qilmasin. Yeba u Instagram, TikTokdagi dalboyiblarni kuzatib, o'shalardan inspiration, vdохновление olma naxuy. Harakat qil, o'qidish. Meni mana boshimdan kuzatganlar biladi qanaqa yo'llarni bosib o'tganim jalab. Qatlarda uxlab yurganim, kimlar meni tashlab ketgani. Nechtasi O'zbekistonga qaytib ketdi. Chidolmadi, sabr qila olmadi. Birovlarning fikriga qo'tadi qo'ygan holatda dars stakansi bosish kerak. Akalar uni qilib o'tirib olib, erkak kishini omadi bilan o'ynashma. Babuin bo'l, dalboyob. Babuin.